It's not. It's a noun. Don't... Xudo tanlagan xalq degan gap yo'q. Xudo bolalarni o'ldiradiganlarni tanlamaydi. Bu yolg'on va safsatadan boshqa narsa emas. Sion fashistlar haqidagi bu so'zlar bir paytlar Isroil tarafdori bo'lgan amerikalik mashhur jurnalist Tucker Carlsonga tegishli desam ishonasizmi? Oxirgi paytda Carlson o'z chiqishlari bilan AQSh siyosiy media muhitiga haqiqiy bomba tashlamoqda. Millionlab kuzatuvchilari bo'lgan Carlson yana shunday degan: "Men 57 yoshdaman. Farzandlarim ulg'ayib bo'lgan. Endi qo'rqmayman. O'ldirmoqchi bo'lsangiz o'ldiring, qamamoqchi bo'lsangiz qamab qo'ying. Haqiqatni gapirishdan to'xtamayman. Qani aytingchi, Amerikaning bir shahridagi bolalarni o'ldirish bilan G'azodagi bolalarni o'ldirish o'rtasida qanday farq bor? Bu yovuzlik. Biz esa yovuzlikni o'z nomi bilan atashimiz kerak." Carlsonning haqiqatlari Amerika media sahnasini larzaga keltirdi. Yahudiylar moliyalashtiradigan nashrlar va onlayn platformalar unga qarshi hujumga o'tishdi. Kimdir uni nafrat tarqatishda, yana kimdir populizmda aybladi. Shunga qaramasdan jurnalist Amerikada taqiqlangan mavzuni ko'tara oldi. Tahlilchilarning fikricha bir paytlar bosqinchilar tarafdori bo'lgan amerikalik jurnalistning keskin o'zgarishi o'z-o'zidan bo'lmagan. G'azodagi urushdan keyin jamoatchilikka oshkor bo'lgan rasmiy hujjatlar shuni ko'rsatmoqdaki, bosqinchi Isroil tashqi ishlar vazirligi dunyo bo'ylab, xususan AQShda ijtimoiy tarmoqlarda Isroilni oqlaydigan kontent uchun bloger va influenserlarga mo'maygina pul to'lab kelgan. AQSh Adliya vazirligiga taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra, Isroil tashqi ishlar vazirligi Ester loyihasi deb ataladigan targ'ibot kampaniyasiga taxminan 900 ming dollar sarflagan. Bu kompaniya orqali Instagram, TikTok va boshqa platformalarda influenserlarga har bir post uchun 7000 dollargacha haq to'langan. Kontentning asosiy vazifasi Isroilni qurbon yoki madaniy namuna sifatida ko'rsatishdan iborat bo'lgan. Loyihaning Ester deb nomlanishi ham bejizga emas. Bu nom qadimgi afsonalardagi ayol obrazidan kelib chiqqan bo'lib, u Fors podshohining qarorini o'z xalqi foydasiga o'zgartirgan. Zamonaviy siyosiy ongda Ester Isroilning muloyim ta'siri simlovi hisoblanadi. Ya'ni qurolsiz ommaviy axborot vositalari orqali odamlar ongini egallash salohiyati. Mazkur hujjatlar bir paytlari bosqinchilarni ko'r-ko'rona qo'llagan jurnalistning ongini ag'dar-to'ntar qilgan bo'lsa ajab emas. Bundan tashqari Carlsonning Amerika hukumatida kuchayib borayotgan islamofobiyaga qarshi so'zlari ham e'tiborli. Siz millionlab amerikaliklarga faqat musulmon bo'lgani uchun hujum qilyapsiz. Bu jirkanchilik. Kimlardir soxta irqiy urushlar orqali odamlar qalbida nafrat olovini yoqmoqchi bo'ladi. Men musulmon emasman, xristianman, ammo odamlarni dini sababli kamsitish mumkin emasligini yaxshi bilaman. Carlsonning so'zlari bir lahzalik fikr emas, balki bu g'arb axborot tizimidagi ideologik zilzila bo'ldi. Bugun axborot asrida odamlar propaganda ortidagi haqiqatni ko'rish imkoniga ega bo'lishmoqda. Buning uchun esa biroz tafakkur qilish, vijdonga quloq solish hamda adolat uchun kurashish yetarli bo'lmoqda.